Ertaga o'zbekistonliklar 14 asrlik noyob fazoviy hodisaga guvoh bo'ladi. Ertaga O'zbekiston osmonida so'nggi 14 asrda birinchi marta kuzatiladigan noyob astronomik hodisa Lemmon kometasining Yerga yaqinlashuvi sodir bo'ladi. Bu haqida Xalqaro astronomiya markazlari ma'lumotlariga tayanib xabar berildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu kometa so'nggi bor 7-asrda, taxminan 1350 yil avval Yer yaqinidan o'tgan. Endilikda u yana Quyosh tizimi va ichki qismiga kirib kelmoqda va 21-oktyabr kuni Yerga eng yaqin masofaga 89 million kilometrga yaqinlashadi. O'zbekistonliklar kometani 21-oktyabr kuni Quyosh botganidan so'ng soat 19:00 dan 20:40 gacha kuzatishlari mumkin. Kometani g'arbiy osmon tomonida Arctur yulduzi yaqinida, Bo'ri yulduzlar turkumi hududida ko'rish mumkin bo'ladi. Agar ob-havo qulay bo'lsa va osmon bulutsiz bo'lsa, kometani oddiy ko'z bilan teleskopsiz ham kuzatish imkoniyati mavjud. Astronomlar ushbu hodisani 14 asrlik oralikdan so'ng ilk marotaba yuz berayotgan hodisa sifatida qayd etishmoqda.